Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Tanjoninglar sog'mi? Umid qilaman hammanglar yaxshisizlar. Sog' salomat yuribsizlar. Duodaman. Bugun uyimda o'zim yashaydigan xonaga yana bitta ko'chat uchun shoxlardan olib kelib suvga solib qo'ydim. Bu mushmulla daraxtini shoxlari. Yapon o'rigi deb atalar ekan. Qishda ham barglari sarg'aymaydi ekan, to'kilmaydi ekan. Judayam chiroyli daraxt ekan. Shuni shoxidan olib kelib 10 litrli baklashkani qirqib, mana shoxlari mana ko'rib turibsizlar, 10 santimetrdan ortiqroq chiqib turibdi. Lekin suvimiz 5-6 santimetrdan ko'p emas tegida. Ana shu shoxlari chiqib turgan qopqog'ini o'rnidan havo aylanishi uchun suvni 5-6 santimetr qo'ysak, o'sha qopqoq teshigi yopilib qolmaydi-da, kislorod aylanib turadi. O'shunda tomir otishi yaxshi bo'ladi. Mana shunday holatda qirqib solib qo'ydim. Xudo xolasa 20 kun, 1 oylarda natija berib qoladi degan umiddaman. Buni avval yaxshilab o'rgandim internetdan. Birinchi marta buni ham proba qilib ko'ryapman. Agar o'xshasa, yana ko'chat qilishim mumkin. Umid qilib turibman. Har safar aytaman deb yodimdan ko'tariladigan narsa, agar shoxlardan qalamchalarni suvga qo'yib tomir ildiz ottirmoqchi bo'lsanglar, albatta suvga e'tibor berasizlar. Suvni o'ta ko'p quymaysizlar. Undan keyin suv ko'rinadigan prozrachniy, ya'ni shaffof idishlarda bo'lsa, bankalarda yo bo'lmasa manaqa plastik idishlarda bo'lsa, ko'rinib tursa juda ham yaxshi bo'lar. Sababi buni suvi sarg'ayib, suvi ayniganini his qilsanglar yo ko'rsanglar, ichida biror narsalar bo'lsa, bu chirishga olib keladi. Suvi tiniq, toza suv bo'lsa, ildiz otishi ham oson bo'ladi. Keyin suvda muzda emas, ilidan sal issiqroq bo'lsa ham bo'ladi. Suvni almashtirganda shunga e'tibor berasizlar. O'zim qishlaydigan xonaga olib kirib qo'yganim sababi ildiz issiqroq muhitda tezroq chiqadi degan umiddaman. Shuning uchun ko'rib turibsizlar. Bular xlorofitumlar, xonani havosini tozalashi uchun qo'yganman. Mana bu dollar gullarim shoxlarida biror dona qoldirmay hammasini qirqib anaqalarga, salofan qopchalarga ekib tashlaganman. Ulardan yangi ko'chat olib. Bu o'zida mana shu shox bilan mana bu shox qolgandi. Mana yangi chiqardi. Hali yana 10-15 kundan keyin yam-yashil bo'lib qoladi. Bugun sizlarga o'zimni gullarim bilan, mana qalamchalarimdan, ko'chatlarimdan tashqari menga qadrdon bo'lib qolgan, oilamiz a'zosiga aylanib qolgan qadrdon jonivorlarimiz bor, karella qushlarimiz. Bunisiga mana 2 yildan o'tdi. Xudo xolasa bunisi 1 yil bo'ldi kelganiga. Yaqinda 1 yil bo'ladi. Ikkalasi ham bizga qadrdon. Bularning yaxshi tomoni kechasida sayramaydi, bezovta qilmaydi, lekin ertalab xo'roz qichqirish bilan bular ham sayrashni boshlaydi. Ertalabda sayraydi. Bu malol kelmaydi, nimagaki ertalab albatta uyg'ongan bo'laman. Shuning uchun yonimizda issiqroq xonada yashaydi. Bularda katagi bor, katta katagi bor, lekin uy sharoitida ichkarida joy masalasi ozligi uchun bularni mana shu kichkina katagida boqib turibman. Bahorda kunlar isigandan keyin yana katta katagiga olamiz. Vaqti bilan qo'yib yuboramiz, aylanib yana katagini oldiga keladi, eshigini ochsak yana kirib oladi. O'rganib qolgan. Judayam beg'ubor. O'g'illarim futbolni yaxshi ko'rgani uchun buni ismini Messi qo'yganmiz. Bunisi Ronaldo.
Messi bilan Ronaldo. Nimaga Ronaldo deb o'ylashinglar mumkin. Buni o'tgan yili birinchi modasi bilan olib kelganimizda bilmadik, sovuqda modasini o'ldirib qo'ydik. Ya'ni kuzda sovuq tushgan paytda eshikda qolib ketgan. 10 gradusdan pastlab ketgandan keyin immuniteti pastroq ekanmi, modasi o'lib qoldi. Ertasidan buni issiqda saqladik. 1 yil bunga boshqa qush qo'shmadik. Keyin o'tgan yili bundan sal kechroq mana bu qushni olib kelgandik. Unda kichkinagina edi. Hali yosh, lekin moda deb bergandi. Aslida nar ekan. Bu ham nar. Endi ikkalasiga ham moda olishimiz kerak, ya'ni ikkalasini ham uylab qo'yishimiz kerak. Bularni uylashdan avval alohida setga olamiz. Albatta kataga olamiz bularga. Katta-katakka modalari bilan alohida joy qilamiz. Bular ham e'tibor talab qiladi. Bularga ham vaqtida qarash kerak, vaqtida suvni almashtirishimiz kerak. Semichka, tariq solib qo'yamiz. Mana banan rasmi tushirilgan bo'rdan tayyorlangan kalsiylari bor. Vaqtida qo'yib yuboramiz, aylanib yana uchib katagini oldiga keladi. Bular u darajada iflos emas, ya'ni har joyda axlat qilib ketavermaydi. Pokiza qushlardan, hidi xushi yo'q. Pokiza, beozor, yoqimtoy. Shuning uchun bozordan olayotganda hamma gapga ham ishonib bo'lmas ekan. Bizga moda deb narini beribdi. Ya'ni ikkita xo'rozimiz bor, ikkita makiyon kerak. Karella qushlarimiz. Bunisi albatta Messi deb birinchi olganimizda Messi deb qo'ygandik. Nevaram qo'ygan uni ismini. Bunisi Ronaldo deb qo'ydik. Qachon narligini bilganimizdan keyin. Ya'ni ikkalasi juda urushadi. U ham bir xilda sayraydi bu bilan. Avvaliga u kichkinaligida sayramagan, shuning uchun sotgan odam adashib menimcha moda deb berib yuborgan bo'lsa kerak. Agar birortanglarda sog'lom moda karella qushlari bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. Yaqin atrofda bo'lsanglar, albatta olamiz. Bularga albatta bittadan ikkita moda karella qushlarini olishimiz shart. Bunisi sal sho'xroq. Bunisi beg'ubor, katagiga kiraman deyapti. Kirsang kir, kirmasang kirmay qo'y. Nima qilay? Kirasanmi? Kir bo'pti. Vaqti bilan uyda qo'yib yuboramiz. Uchib biroz aylanib, yana shu yerga keladi. Yana joylarini biroz yem-pemlar to'kib yuborishi mumkin. Artib tozalab qo'yamiz yana. Yolg'iz qolganimda ayniqsa bular menga hamroh. O'g'lim erkak kishi ko'chada bo'lishi mumkin. Men uyda yolg'iz qolgan paytlarimda bular menga hamrohlik qiladi. Shunaqa tovuqlarim to'g'risida so'rashgan ekan, uni alohida video qilib olaman. Bugun olmoqchi bo'ldim, lekin kech kirib qolganligi uchun videolarim tovuqlar bilan u darajada o'zimga yoqmadi. Ertaga yorug'da kunduzida olib, albatta ular nimalar yeydi, nimalar ichadi, uni ham aytib o'tib ketaman. Yana shuni ham aytib o'tib ketay. Karella qushlari tariq, semichka, ko'proq qora semichka beramiz. Mana bo'rlari bor, o'zini suvni har kuni iloji boricha yangilab turamiz. Agar suvlaringlar toza bo'lmasa, qaynab sovitilgan suv bo'lsa juda ham yaxshi bo'ladi.
Shunga e'tibor beringlar. Olma, sabzi, ukrop juda ham yaxshi ko'radi. Oz-ozdan mayda-mayda turg'ab bersanglar bo'ladi. Olmani ozroq kesib ilib qo'ysanglar ham bo'ladi, lekin ko'p yemaydi olmani. Ukropni yoqtirishadi. Ukropni yaxshi ko'radi qushlarimiz. Boqish oson. Faqat hech qachon sovuq joyda 10 gradusdan past temperaturada qoldirmanglar. 15, 20, 25 graduslarda juda ham o'zini yaxshi his qiladi. Bittasi bekim oldi shekilli. O'zini yaxshi his qiladi. Kech paytda xotirjam, tinch bo'ladi. Ancha-munchaga bezovta bo'lmaydi. Juda yaxshi karella qushlarimiz. Agar biroz behol bo'lganini ko'rsanglar, immuniteti pastlaganini his qilsanglar, boqqan paytinglarda tuxumda sarig'ini mayda qaynatib turib, maydalab tashlab qo'ysanglar, uni ham yaxshi yeydi. Endi hali biz modasi yo'q, bola ochib chiqqani yo'q, tuxum qo'ygani yo'q. Agar moda olsak, tuxum qo'ysa, ochib chiqsa, ularni ham alohida video qilib qo'yaman. Hozircha ikkalasi ham bizda nar. Lekin almashtirishga ham berganimiz yo'q, ikkalasiga moda olamiz. Modani nariga almashtiraylik, bittasini beringlar dedim. Bizga yoqmadi, sababi ikkalasi ham qadrdon bo'lib qolgan. Shuning uchun ikkalasini ham berganimiz yo'q. Shunaqa gaplar. Sog' bo'lasizlar. Yana yaxshi kunlarda, yaxshi makonlarda, yaxshi niyatlar bilan, yaxshiliklar bilan diydorlashaylik.